Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibodatlarimizni o'zining fazli karami bilan cheksiz ajrlar yozgan holda husn maqbul aylasin. Navro'z radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni biz u sizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhissalomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari deb nomlanmish dastur orqali nurli o'tmishga sayr etamiz va bugungi kunimizni ham tahlil qilishga urinib ko'ramiz. She'riyat bo'stonida ajib satrlarni mutolaa qilamiz. Dastavval har doimgidek payg'ambarimizning o'gitlariga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Navbat gunohi kabiralarning 11-siga kelib qoldi. Bu kabiraning nomi xiyonat va vafo qilmaslik deb nomlanadi. Alloh taolo Al-Isro surasining 34-oyatida shunday deydi: Ahdga vafo qilinglar, zero ahd paymon qiyomat kuni mas'ul bo'linadigan ishdir. Zujjaj aytadilar: Alloh buyurgan va qaytargan barcha narsalar ahddandir. Alloh taolo Moida surasining 1-oyatida quyidagilarni marhamat qiladi: Ey mu'minlar, bitimlarga Alloh taolo bilan o'rtalaringizdagi bitimlarga, u zotga bandalik qilish haqida bergan ahd paymonlaringizga ham, o'zaro bir-biringiz bilan kelishib olingan bitimlaringizga ham vafo qilinglar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlarki, ahdlar Qur'onda halol harom farz qilingan va xat qilib joriy etilgan narsalardir. Zahhok aytadilar: Alloh taolo bu ummatdan halol harom qilingan, namoz kabi farz etilgan narsalarga va boshqa ahdlarga vafo qilishga ahd paymon olgan. Ahdlar ham xuddi shu kabi bo'lib, Alloh farz qilgan muhkam narsalardandir. Biron bir holatda ham uni buzishga yo'l yo'q. Muqotil ibn Hayon aytdilar: Alloh Qur'onda buyurgan, uning o'zigagina itoat etishingiz va qaytargan narsalardan qaytishingiz xususida sizlarning zimmangizga yuklagan ahdlarga, mushriklar bilan sizlarning orangizdagi ahdlar, ya'ni bitimlarga va insonlar o'rtasidagi ahd va paymonlarga vafo qilinglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Kimda 4 xislat bo'lsa, haqiqiy munofiq bo'ladi. Kimda ulardan bittasi bo'lsa, to uni tashlamaguniga qadar unda munofiqlikning bitta xislati bo'ladi. Ular gapirsalar yolg'on gapiradilar, ahdlashsalar ahdida turmaydilar va agar baxshlasalar hojirlik qiladilar, haddidan oshadilar. Buxoriy, Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Qiyomat kunida har bir ahdini buzgan xiyonatchining tanitib turadigan bayrog'i bo'ladi. Bu falonchining xiyonati deyiladi. Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo men qiyomat kuni 3 kishining, mening nomimni o'rtaga qo'yib biron narsa olib so'ng xiyonat qilgan kishining, hur ozod odamni sotib so'ngra pulini yegan kishining va mardikorni ijaraga olib rosa ishlatib haqini to'la bermagan kishining dushmanidirman dedi. Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kim itoatdan bo'yin tovlasa, qiyomat kuni Allohga yo'liqqanida uning hech bir hujjati bo'lmaydi. Kimki bo'ynida bay'at bo'lmagan holda o'lsa johiliyat o'limida o'libdi. Muslim rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kimki do'zaxdan yiroq bo'lib jannatga kirishni yoqtirsa, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holda o'ziga berilishini yaxshi ko'rgan narsasini odamlarga bersin. Kimda kim bir imomga bay'at qilib, unga qo'lining bitimini va qalbining mevasini bersa, agar qodir bo'lsa, unga itoat etsin. Mabodo boshqasi kelib u bilan talashib tortishsa, o'sha boshqa kimsaning bo'yniga uringlar, ya'ni o'ldiringlar. Muslim rivoyati. Mana shunday gunohi kabira egasi bo'lib qolishlikdan Alloh taoloning o'zidan panoh so'rab qolamiz.